Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərdən qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşdurışımız qənəmsiz diqqətinizlər ekranımızda olsun. Amerika Rusiya yadro quroli söhbətiga Xitoymu təklif qilindi. Fransiya Xalqaro radiosunun tünügünkü xəbərdə bildirilishicha, Amerika və Rusiya bu ayda yadro quroli söhbəti o'tkazishni planlagan bo'lib, söhbətə Xitoymu təklif qilingan. Amerika hərbiy kontrolluq alohida elchisi Marshal Billingsley tünügün Twitter'da yozgan uchurida Rusiya tərəfi bilan kelishim hosil qilganligini, bu ay ichida Rusiya bilan bekitilgan vaqt va o'rinda yadro quroli söhbəti o'tkazilganligini, söhbətə Xitoyning təklif qilinganligini oshkorlagan. Və Xitoy samimiyatini namoyon qilib, bu söhbətga qatnashamdi deb savol qo'ygan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bundan burungi Amerika Rossiya yadro quroli söhbətiga izchil qatnashmay kelgan va aloqador shartnomalarga bo'ysunishni rad qilgan. Ammo Amerika prezidenti Trump yaqinqi mezgillarda Xitoyning yadro quroli söhbətiga cho'qim qatnashishi kerakligini ko'p qatim tilga olgan. Xabarda ko'rsatilishicha, bu qatim Rossiya Xitoyni söhbətga taklif qilishga qo'shilgan bo'lib, bu Amerikaga nisbatan bir diplomatik g'alaba deb qaralgan. Hindiston xalqi Xitoy mollarini boykot qilish tashviqotini boshladi. BBC xabarlari to'rining 8-iyundagi xabarda bildirilishicha, Hindiston xalqi ijtimoiy taratqularda Xitoy mollarini boykot qilish tashviqot faoliyatini boshlagan. İki tarafning qurolli kuchlari o'rtasidagi jiddiy tirkishish Xitoyning virus tarqalib ketishdagi mas'uliyati haqidagi ayblashlar natijasida Hindiston xalqi ijtimoiy taratqularda Xitoy mollari va yumshoq detallarni boykot qilish faoliyatini boshlagan. Garchi bu harakat texi keng ko'lamda umumlashmagan bo'lsa-mu, ammo Hindiston fuqarolari orasida uzundan buyon Xitoyga qarshi kayfiyat chegara kontrol rayonidagi jiddiychilikka ergashib kuchayishga boshlagan. Bir qism Hindiston millatchilarining Xitoy mahsulotlarini boykot qilish chaqiriqining qisqa vaqt ichida Modi hukumatiga ta'sir ko'rsatishi natijasida Hindiston bosh ministri Modi xalqni o'ziga tayinish va Hindistonda yasalgan mahsulotlarni iste'mol qilishga tashabbus qildi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy mahsulotlari Hindistonga keng tarqalgan bo'lib, fuqarolarning kundalik turmushida Xitoydan kelgan mahsulotlar umumlashib ketgan. Hindistonning rasmiy sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, garchi Xitoyning Hindistonga solgan bevosita mablag'i 6 milliard Amerika dollaridan oshsa-mu, ammo Xitoyning Pokistondagi 30 milliard dollardan oshadigan mablag'idan ko'p tuvan ekan. Hindiston xalqining Xitoy mollarini boykot qilishi ikki davlat munosabatiga ta'sir ko'rsatamdi degan savolga javob bergan professor Sivalan Sengi buning siyosiy jihatdan ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytgan. Uning qarashicha, xalqaro jamiyatning Xitoy virusi yuqumiga bo'lgan g'azabi sababidan Hindistonning Xitoy mollarini boykot qilishdagi siyosiy ta'siri har qanday iqtisodiy ta'sirdan zo'r darajada eshib ketadi ekan. Hindiston Xitoy ikki taraf Ladakhdin askar chekindirishga boshladi. Hindiston vaqt gazetasining 9-iyundagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Sharqiy Ladakning Galvan rayoniga o'rinlashtirilgan askarlarni chekindirdi. Xitoy Hindiston munosabatining taraqqiyotidan xabardor kishilarning bildirishicha, Xitoy Sharqiy Ladakning Galvan rayoniga o'rinlashtirilgan askarlarni chekindirgan va Pangong Tiso bo'lakidagi askarlarni azaytgan. Hindistonning bir yuqori darajalik amaldorining seshanba kuni bildirishicha, Xitoyning askar chekindirish harakati dushanba boshlangan. Bu qatimliq tirkishish 5-maydagi to'qinishdan keyin boshlangan bo'lib, Pangong ko'li atrofidagi Ladakda Xitoy askarlari bilan Hindiston askarlari orasida to'qinish yuz bergan. Galvan vodisidagi tirkishish 3 nuqtada yuz bergan bo'lib, Hindiston armiyasining 14, 15 va 16 nomerlik charlash nuqtalari deb belgilangan bu joylar Galvan daryosi bilan Shiyok daryosining tutishadigan joyiga taxminan 6 kilometr keldi ekan. 14-charlash punkti bo'lsa, Xitoy askarlari o'zlarining chegara siziqi talabini o'ttirg'a qo'yib, Hindistonning 60 metr uzunlikdagi strategik ko'vrik yasashiga qarshi turgan. 15-charlash nuqtasida Xitoy askarlari nurg'un chidir tikib, u yerda bir oyga yaqin harbiy lager qurgan. Hindistonmo Xitoyning harakatiga qarshi o'xshash joyda harbiy lager qurgan. Hozir ikki taraf qurgan chidirlarni azaytishga boshlagan. Hindiston amaldorining aytishicha, xaritada Galvan rayonining 17-charlash nuqtasidagi tirkishishda har ikki taraf nurg'unlagan askar va beronoviklarni ajratgan bo'lib, hozir bular chekindirilgan.
Hong Kong xalqi qarshilik harakatining 1 yilligini xotirlab namoyish o'tkazdi. Val ko'chasi kezdi xabarda bildirilishicha 9-iyun Hong Kong xalqi soqchilarning qattiq cheklamasiga pisand qilmay Hong Kong shahar markaziga yig'ilib, jinoyatchilarni Xitoyga o'tkazib berish qonuniga qarshi boshlangan Xitoyga qarshilik ko'rsatish harakatining 1 yilligini tabrikladi. Namoyish qatnashgan minglagan kishilar birdak maska taqib, kunlik ko'tarib, yonfullarning chirig'ini yondirgan holda ko'chada yurish qildi. Namoyishchilar soqchilar bilan to'qinishdi. Soqchilar yana barliq yo'llarni qamal qilib, yosh oqquzish bombasi bilan namoyishchilarni tarqoqlashtirdi. Bu jarayonda 53 kishi qo'lga olindi. Bu ko'rinishlar bulturqi namoyishchilar bilan soqchilar orasidagi 7 oylik to'qinishni eslatdi. Namoyishchilardan bir necha kishi muxbirning ziyoratini qabul qilib, yerlik doiralarning bostirishni kuchaytirishi natijasida namoyishchilarga qaratilgan ayiblash doirasining kengayganligini, oldingi yili yuz bergan qonun turg'izish mahkamasi binosiga bosib kirish voqeasining zo'ravonlik jinoyati deb qaralganligini bildirdi. Hong Kong ma'muriy hukumatining boshlig'i Carrie Lam tunugun muxbirlarning ziyoratini qabul qilib, barliq kishilarning bu 1 yildan buyongi voqealardan saboq olishi kerakligini, Hong Kong xalqining normal turmushining baldurroq asliga kelishini xohlaydiganligini, Hong Kongning qalaymaqonchilikni ko'tarolmaydiganligini bildirdi. Shinzo Abe Hong Kong xavfsizlik qonuniga qarata inkos bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Hong Kong haqidagi savolga javob berib, 7 davlat guruhiga yetakchilik qilib, Hong Kong davlat xavfsizlik qonuniga qarata birlashma bayonot e'lon qilishni umid qilganligini bildirdi. U so'zida Yaponiyaning bir davlati ikki xil tuzum siyosatiga amal qilgan shart ostida Hong Kong masalasiga ko'ngil bildirganligini, 7 davlat guruhiga yetakchilik qilgan asosda Xitoy planlayotgan Hong Kong nusxasidagi davlat xavfsizlik qonuniga qarata birlashma bayonot e'lon qilib, bu masalaga qarata diqqat va andisini ifodalashni umid qilganligini bildirdi. Yaponiya hukumati bundan burun Amerika, Angliya, Kanada va Avstraliya qatorliq 4 davlatning Hong Kong masalasida Xitoyni qattiq tanqid qilgan birlashma bayonotiga qaytilmagan va bu sababli xalqaro jamiyatda g'ulg'ula qo'zg'agan. Kuzatuvchilar Shinzo Abening bu aktiv pozitsiya orqali Yaponiya hukumatiga qaratilgan tanqidlarni pasaytirishni o'ylashayotganligini bildirgan. Sharq Turkistonda 200 ming kishining qurilish ishchisi bo'ladiganligi gumon qo'zg'amoqda. Xitoy rejimi yaqinda Sharq Turkistonda kelgusi 3 yil ichida qurilish sohasiga yangidan 200 ming ishchilar qo'shini tarbiyalaydiganligini, bu kishilarni ishga tushishdan avval kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashga uyushtiradiganligini e'lon qildi. Xitoy xabarlari to'rining 9-iyundagi sonida aytilishicha, bu vaqtdagi telefon yig'inida Sharq Turkistonda kelgusi 3 yil ichida qurilish sohasiga yangidan 200 ming ishchilar qo'shini tarbiyalaydiganligini, bu kishilarni ishga tushishdan avval kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalashga uyushtiradiganligini e'lon qildi. Xitoy xabarlari to'rining 9-iyundagi sonida aytilishicha, bu vaqtdagi telefon yig'inida yerlik ishchilar qo'shinini zo'raytirish va zamonaviy qurilish atriti barpo qilish degan nomda 2022-yilga qadar 200 ming kishilik ishchilar qo'shini hosil qilish muhokama qilindi. Xabarda aytilishicha, buningga Qashqar, Xotan, Aqsu va Qizilsuv rayonlari muhim nuqta bo'ldi ekan. Bu jarayon hukumat, maktab, tarbiyalash ishga o'rinlashtirish shaklida ishga oshdi ekan. Yaqinqi mezgillarda Xitoy rejimining lagerlardagi xonim-qizlarni Xitoy o'lkalaridagi zavodlarga arzon baholiq emgak kuchi qatorida setayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Amdilikda jismoniy emgak bilan shug'ullanadigan emgakchilarni borliqqa keltiradigan yerlikdan qurilish ishchilari yetishtirish nomidagi bu loyiha har sohaning zo'r gumonini qo'zg'amoqda. Yaqindan buyon Xitoy rejimi izchil lagerlarning taqalganligini tashviq qilayotgan bo'lib, bir qism analizchilar bu qitimqi qurilish ishchilari atritining odam manbasi lagerlardagi erlar bo'lishi ehtimolga yaqin degan qarashga moyil. Xitoyning bir qism joylarida kalkun ofati yuz berdi. Xitoy axborot to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Xitoyning bir qancha o'lkasida qor yomg'ir va kalkun ofati yuz bergan. Guangxida yuz bergan kalkun ofatida kanitlarni suv besib, bir qism binolarni yiqitib ketgan. Guangxi Rongshui nahiya doiralarining bildirishicha, kalkun ofati yuz bergandan keyin ofat rayonidagi aholilar jiddiy tarqoqlashtirilgan. Xitoy axborot to'rining 9-iyundagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Hunan, Jianghua nahiyasi qatorliq joylarda qattiq yomg'ir kalkun ofatini keltirib chiqargan bo'lib, 16 yeza ofatning ta'siriga uchragan.
118 mingdan ortiq kishi ofat ichida qolgan. 3300 gektar ko'lamidagi tamaki qatorliq ziroatlar ziyonga uchragan. Dastlabki statistikaga asoslanganda vayron bo'lgan yo'l va uylardan sirt ofatdan kelib chiqqan umumiy ziyon 60 million yuandan oshib ketgan. Erdoğan büyük ve küçülük Türkiye'ni bina qilishda oxirgi burilishga qarab ilgirlayotimiz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan büyük ve küçülük Türkiye'ni bina qilishda oxirgi burilish mezgiliga qadam qo'yilganligini aytdi. Erdoğan aradan 3 ay o'tgandan keyin tunji qatim 100 turani o'tkazilgan kabinет yig'inini oxirlashtirib muhim bayonotlarni e'lon qildi. U Xitoy virusi butunlay yiltizdan yo'qitilmaguncha normal hayotning maska, ijtimoiy masofa va tozliq prinsiplari ramkasida bo'lishi kerakligini eskartib, yangi normal davatgan va xeyli bir mezgilgacha davomlashadigan yangi turmush tartibidan iborat amaliyotga o'zimizni ko'ndirishimiz lozim dedi. U vaboni davolashda unumi yuqori bo'layotgan Favipiravir nomli dorini Turkiya olimlarining TÜBİTAK Türkiye Bilim ve Texnologiya Tadqiqot idorasining kunligi ostida muvaffaqiyatli yasaganligini va dorining davolashda ishlatiladiganligini bildirdi. U 65 yoshdan yuqori kishilarning har kuni 10 dan 20 gacha bo'lgan oraliqda 18 yoshdan kichiklarning ota-onalarining hamrohligida har kuni sirtqa chiqsa bo'lganligini eskartib, yangi normal hayotga munosabatlik madaniyat, san'at, xizmat, ijtimoiy turmush qatorliq sohalarda yo'l qo'yilgan bir qator belgilamlarni e'lon qildi va mundoq dedi. Xalqimdan ham yangi mezgilning qoidalariga rioya qilib, ham o'zining ishiga va turmushiga diqqatini markazlashtirib, bu masofani qo'llashini umid qilaman. U so'zda yana Cumhuriyetimiz qurilganligining 100-yili bo'lgan 2023-yillik nishonga yetishga oz qolgan mezgilda turayotganliklarini, Turkiyaning vabodan keyin ishlab chiqarish, savdo va qatnash transport ortiqchiliklari bilan dunyo iqtisodidagi o'rnini texmo kuchlantiradiganligini bildirdi. U büyük ve küçülük Türkiye'ni bina qilishda oxirgi burilish mezgiliga qadam qo'yildi. Har qanday vabo va tahdid davlat va xalq bo'lish sifatimiz bilan ittifoqligimizdan, barobarligimizdan, qarindoshlarimizdan, hamkorligimizdan cho'ng emas degan ishonch bilan yo'limizni davomlashtiramiz dedi. U Turkiyaning 40 yilga yaqin yaqinlashgan bo'lgunchi terrorlik tashkilotiga qarshi kurashida tarixdagi eng oltin davrini boshdan kechirayotganligini aytdi. U Suriyaning Idlib rayonida qayta urush vaziyatining paydo qilinishiga ko'z yumilmaydiganligini, Liviyada harbiy isyonchilarni imperialistlarni emas, balki xalqni qo'llashni davomlashtiradiganliklarini qayd qildi. Isroiliya Germaniya tashqi ishlar ministerining Falastin ziyoratiga to'sqinlik qildi. Isroiliya doiralari yangi tipdagi Xitoy virusi yuqumiga qarshi tadbirlarni bahona qilib, Germaniya tashqi ishlar ministri Heiko Maasning Falastin ziyoratiga to'sqinlik qildi. Haaretz gazetining ismlarini oshkorlashni xohlamaydigan manbalarni asos qilgan xabarda bildirishicha, Maas chorshanba kuni Isroiliyani ziyorat qilib, Isroiliya hukumatini g'arbiy qirg'oqdagi qonunsiz Yahudiy o'ltiraq rayon qurilishi va Iordaniya daryosini bir taraflama qo'shib olish plani haqida ogohlantirgandan keyin Falastin tarafini ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Isroiliya bo'lsa Maasga Xitoy virusini bahona ko'rsatib, Ramallahga borgan taqdirda agar Isroiliyaga qaytish uchun Tel Avivdagi Ben Gurion aerodromiga kelganda uni 2 hafta karantinaga elishga to'g'ri keldiganligi haqida uchur yo'llagan. Maas Isroiliyaning bu pozitsiyasi sababidan Ramallahga berish qaroridan voz kechib, Falastin mas'ullari bilan Isroiliya ziyorati jarayonida sin orqali ko'rishishni qaror qilgan. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Türkiye Cumhuriyeti Sahiyya Ministri Fahrettin Koca 9 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 18 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 37225 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 993 yuqumlanuvchining ko'payganligini, buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning 172114 ga yetganligini, bir kun ichida 18 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlarning 4729 ga yetganligini bildirdi. Sahiyya ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida 3218 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 642 bemorning kasalining og'ir ekanligini, kasali og'ir bemorning soni oshganligini, salomatligi asliga kelgan bemorlarning soni oldingi kunga qaraganda ko'rinarli ko'payib, 24 soat ichida salomatligi asliga kelgan bemorlarning soni virus bilan yuqumlanuvchilarning sonidan 3 hassa oshganligini, bundan keyingi kunlarda yana qo'l pokizligiga diqqat qilish, maska taqash va ijtimoiy munosabatlarda orliq saqlash qatorliq tadbirlarga sal qarashga bo'lmaydiganligini bildirdi.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.